Zamiya qurqasi guli uchun tayyorlashni boshladim. Tuproqni основasi kokosовый torf bilan верховой torf bo'ladi. Menda universal tuproq bor. O'shaning uchun bu universal tuproqning ichida tarkibida kokosовый torf, верховой siniy agrobal torfi bor. Keyin mana ko'mir tabletkalar, o'tinli siniqlari bor. Keyin perlit bor. Yana kokosовый chips bor. Chips bo'lakchalari. Bu kokosовый chips bo'lakchalari tuproqdagi namlikni o'ziga shimib oladida, keyin sekin astalik bilan beradi. Nima uchun? Zamiya kulkasi uchun o'zi bu asli shart emas, qo'shish kerak emas. Bu aroid gullar uchun qo'shiladi. Men aroid gullar ko'p ishlatganim uchun tuprog'im shunaqa edi. Hozir men buni ichidan chipslarni saylab olib tashlayman. Sizlar qo'shmasangizlar ham bo'ladi. Chips shart emas nimaga? Zamiya kulkasi guliga. Perlitingiz yo'q bo'lsa agar, perlit o'rniga penoplast bo'lakchalarini maydalab mana shunaqa ora-sirada qo'shsangizlar bo'ladi. Bu ham juda yaxshi komponent tuproq uchun. Tuproqni yengil, воздушный, suv o'tkazuvchan qilib beradi. Ko'pchilik aytadi, penoplast menga yoqmaydi, tomir kirib ketadi deb. Tomir kirib ketadi nimaga? Tomir uchun yaxshi sharoit bor bo'lsa, tomir penoplastga kirib ketadi. Demakki, penoplastni namlik ushlashi, yengilligi tomirga yoqadi. O'shaning uchun tomir kirib ketadi ichiga. Namlik izlab ketadi. Juda ham yaxshi sharoit yaratib beradi penoplast. Mana terib oldim. Chipslarini olib tashlayman. Zamiya kulkasi juda sekin o'sadigan gul. O'shaning uchun ozuqa sifatida bunaqa hozir yo'qotib yubordim. Asmakot dorisidan solsangizlar juda yaxshi. Mana tuproq universalniy meni ishlatadiganim. Buni men o'z qo'lim bilan yasayman. Aytganimdek, kokosовый chips, kokosовый torf, agrobal siniy torf, ko'mir tabletkalari, perlit va penoplast bo'lakchalari solaman. Hozir bunda kokosовый chipsni terib oldim. Bir ikkita qolgani hech nima qilmaydi. Endi hozir bunga bu universal tuproq deb olsak, qaranglar. Quruq tuproq, ustiga yana perlit, ko'p miqdorda perlit qo'shaman. Chunki zamiya kulkasi guli juda ham namlikni yomon ko'radi. Changi bor. Mana bu zamiya kulkasi uchun idealniy tuproq bo'ldi. Hamma narsa bor ichida, mana ko'rdingizlarmi? Agar kimda tialit, seramis, diatomit qo'shimchalari bor bo'lsa, qo'rqmasdan uni ham qo'shsa bo'ladi. Biagumus men ishlatib ko'rganman. Zamiya kulkasi uchun umuman to'g'ri kelmas ekan. O'rtoqlar, iltimos 5-10 ming so'mni ekonom qilamiz deb gullaringizga biagumus solmanglar. Ayniqsa chetdan kelgan gullarga. Biagumus tez qurib qotib qoladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ichida chuvalchangi bo'ladi. Chuvalchang ko'payib ketsa, keyin yeyishga oziqasi qolmasa, balkim tomirlarni yeb qo'yishi mumkin. Balkim, lekin unaqa nimasi yo'q. Chirish bo'lmasa, u gulga nima bermaydi, xalaqit bermaydi. Lekin ko'pchilik uchun yoqimsiz holat. Ko'pchilik qo'rqib gullarni perisatga qilmasdan, chuvalchangdan qo'rqib perisatga qilib gulni o'ldirib qo'yadi. Uchinchidan, biagumus yozni issig'ida
o'zidan issiqlik ishlab chiqaradi va tomirlarni qizdirib kuydirib qo'yadi. Bizda ko'pchilik noto'g'ri tushunadida, biogomusni arzon deb o'ylab, ekonom qilaman deb biogomus qo'shadi. Unaqa qilmanglar iltimos. Biogomus aroidni chetdan kelgan gullar uchun yaxshi emas. U teplitsa, parnik sharoitida juda ham yaxshi namlikni bir xil holatda ushlaydi. Endi tagiga penoplast drenaj hisobida penoplast solsangizlar ham bo'ladi. Agar tuproqlar shunaqa rixli bo'lsa, penoplast ham, keramzit ham kerak emas. Ozgina tuvagi kattaroq bo'ldi, lekin menda hozir kichkina tuvak yo'q. Yana qo'shimchasiga perlit sovoraman. Bu tomirlarni chirishidan saqlaydi. Mana ko'rdingizlar. Endi mana shu o'zi normalniy ekan, juda ham katta emas, tomiri o'zi katta ekan. Mana shu holatda qo'yib hozir ekaman. Tagi juda ham rixli bo'ldi. Buni markazga qo'yib olib, chekkasidan tuproq solamiz. Gulni ekkan paytingizda hech qachon qo'llaringiz bilan qattiq nima qilmanglar, bunaqa itarib qo'ymanglar, qattiq qilmanglar. Qilsa bo'ladi, faqat chekkalaridan tuproq yetib bormagan yerlariga. Shunaqa holatda ekiladi. Tuprog'im nam emas, juda ham ozgina nam. Quruq desa ham bo'ladi. 20% namligi bor. Juda ham ko'p namlamadim, chunki men hozir o'zi gulni suvga to'yintirdim. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qurimagan, chirib kelib chiqmasligi uchun ekdim quruq tuproqqa. Mana chekkalaridan bossangizlar bo'ladi. O'rtasidan bosmanglar, sindirib qo'ysangizlar, keyin chirib qoladi yoki gulingiz mazasi qochadi. Qurib qoladi o'sha shoxi, ildizi. Atrofdagi shoqillarga e'tibor bermanglar. Iltimos. Mana bo'ldi. Endi bunga hozircha suv quyilmaydi, suv berilmaydi. Yana 4-5 kundan keyin ozgina atrofini aylantirib, bir kosa qaynab sovigan iliq suv, karnevin va monokaliy fosfat qo'shib beriladi. Bu tayyor. Ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga bu yerini juda ham ko'mib yubordingiz deb. Bu hali yangi ekilgani hisobiga. Hozir buni ochib kartoshkasini ko'rsatib qo'yaman desam, bu yoqqa tebranib yiqilib qoladi. Bu bizga kerak emas. Yiqilib sinib qolgani. Hozircha shunaqa holatda turadi. Suv berilgandan keyin yana ozgina tuprog'imiz preslanib o'tirishadi. Kamayadi tuproq. Tagiga yetib bormagan yerlariga yetib boradi. Keyinchalik tuproq o'zi tuproq bilan gulni tomiri birlashib bir-biriga kirib tomir yurishgandan keyin sekingina tuproqni olib tashlasa bo'ladi shunaqa. Buni sababi, ochish kerakligini sababi, mana shu yeri tuprog'i, kartoshkasi ozgina yorug'lik, issiqlik ko'rib tursa, mana shu yerlari yangi shox chiqarishi yaxshi bo'ladi, oson bo'ladi. Bu yer juda ham ko'mib yuborilsa, yangi shox chiqishi qiyin bo'ladi. Lekin bizga hozirgi vaziyatda ko'mish kerak.
Chunki hali yangi ekilgan, tomirlari o'rnashib olguncha, tomir o'rnashgandan keyin 2-3 oydan keyin sekin olib tashlasa bo'ladi bu yerni. 2-3 oygacha mumkin emas. Mana endi buni hozir tozalab, yangilab, yantarniy kislota bilan nima qilib qo'yaman? Yaltiratib qo'yaman. Mana gulimizning holati. Juda ham chiroyli bo'ldi. Bitta kamchiligi yaproqlarini changini aytmasa, bu hali kecha kelgan menga. Shuning uchun hali ulgurmadim. Kattagina barglari.